Zoomda 7 yil o'tdi ketdi. Kenjam maktab yoshiga yetdi. Yaxshi maktab bo'lsa yaxshi. Kichigim 2, kattam 7. Tanlayapmiz endi sharoitga qarab. 3-4 ta joyga bordim so'rab. Maktab oliftalik qiladigan joy emas, oq kostyum kiyib, sochlarni tarab. Bola yoshligidan til bilsa yaxshi. Rus tili, ingliz, xitoy va arab. Bola hisoblashni suv qilib ichsin. Bola 3 tilda gapirishni bilsin. Bola to'g'ri savol berishni bilsin. Bolaga buncha yuk osmanglar, muhimi katta yo'ldan hushyor o'tishni bilsin. Nima darslar bor bundan ortiq? O'g'ilcha ozgina erka tantiq. Tarbiya darsi hamda mantiq. Eng yaxshi maktab qaysi hozir? Hamma har yoqda qidir. Eng yaxshi maktab menimcha anavi. Eng yaxshi maktab uyga yaqinidir. Menyu baquvvat, 3 mahal ovqat, och qoringa ilm yuqmaydi haqiqat. O'g'ilchani go'shtga allergiyasi bor. Stop! Ovqat haqida gapirmang faqat. 100% talaba bo'pti o'quvchilar. Xalqarolarda ham grant turibdilar. Qalovini topsang qor ham yonadi. Yaxshi, IELTSni 8 qilibsizlar. Matematika bo'yicha bir qadam oldin. Mana shu joyga tushunmay qoldim. Maktab matematikani o'qitishda Yaponiyani Kumon dasturini olgan. Jami 20 ming? 20 ming ko'pmi? 20 ming nafar o'qituvchi ko'pmi? 200 nafar ustoz saralab olingan. Bu nima degani? Kammi yo ko'pmi? Tushunarli, bari ravshan kunday. O'ylab ko'rdim, endi gap bunda. Rahimov deganlari kim o'zi? Yangayizga maslahat so'rayjinday. Yiqqan terganimiz o'g'il qizga, jo'jalari sanog'i endi kuzga. Kimdir tegdi li 9ga. Ishonchingiz uchun katta rahmat. Xush kelibsiz Rahimov skulga. Bolalarimiz o'qib olim bo'lsin. Go'sht sizga, suyagi bizga.